Hurmatli ot shaydolari, biz Abakan Ayg'iri kanalimizga xush kelibsizlar. Biz sizlar bilan yana internet tarmoqlari orqali ko'rishib turganligimizdan g'oyat xursandmiz. Bugun 1-may. Bizda soat kechki mahal, asr mahal bo'lib qoldi. Hozir biz Baron laqabli ayg'irimizni uyridamiz. Bularda hozirgi kunda toylarimiz, biyalarimiz to'yayotgan mahal toylarda. Shuning uchun biz kun u tun tong saharlab, kechasilab, kunduzlab hozir bular bilan birgamiz. Shu vaqtlarda biz bularni oldida turishligimiz zarur, sababi biz ularga hozir kerakli mahalimiz. Shuning uchun kun bo'yi mana kuzatib boryapmiz. Hozir men sizlarga yaqindan yana bir ikkita biyalarimni tanishtirib o'taman. Bizni kuzatinglar, bizga podpisatsiya, like va o'z fikr mulohazalaringizni yozinglar. Albatta bizni bu ishlarimizni yuksaklarga ko'tarishlik uchun albatta sizlarning yordaminglar kerak. Bu mana yonimda turgan Jayron laqabli biyamiz. Bu Jayron, xudo xolasa mana bu yil shu Barondan to'xtab bir yaxshi yuridan kelganmiz buni. Bo'ylari 1.65 plus, kelajagi bor, 20-tamg'a bosilgan. Kelajagi bor, juda ham yaxshi biya, orqalari, so'rilari, oyoq qo'llari va suyaklari yo'g'onligi. Unaqa tejalovoz emas. Bunda ko'rganda bizda doim bizdagilar shu O'rta Osiyodagi aka-ukalarimiz shunday putlariga qaraydi-da, jullariga qarab turib tejalovoz deb bir pasi qo'qadi. Hech qanaqa tejalovoz emas. Mana toyi bir Barondan xudo xolasa erkak qulun tug'di. Bu toyda inshaalloh biz bir ukamizga berdik. Juda ham bir kelishgan, qashqalari ham, orqa oyog'ida ikkita oqiga e'tibor bersanglar, buni otvoz akalarimiz juda ham yaxshi biladi. Aldi oyoqlari stakan yo'q. Bu jonivor hali 1 oylik bo'lgani yo'q. Juda ham bu jonivor biyamiz, Jayron biyamiz toyda bolani yaxshi boqadigan qaranglar mana. Juda ham yetiltirib, hozir bizda ko'k endi 1-2-3 santimetrga yetib chiqib qoldi. 1-may bo'lganligi sababli mana mayda buyog'iga xudo xolasa kunlar yumshab qoldi. Buni buyog'iga inshaalloh havolar isib, mana ko'klar birdaniga bu yerlarda ko'tarilib ketadi. 15 kun, 20 kun ichida mana mashallarda xudo xolasa bir qarishdan oshiq 20-25 santimetrga yetib ko'klarimiz chiqib ketadi. Nimagaki shu vaqt soatga yetib keldik. Allohning bu nima deydi, bir qudrati, albatta bunga hech qanaqa shak shubha yo'q. Har bir yerda qish bo'ladimi, qanday bir Yakutiya deymizmi, Antarktida deymizmi, hamma narsani o'z vaqt soatida o'ziga yetishtirib shu narsani qiladi. Mana bu Sigan biyamiz. Bu 4 yashar bo'ldi bu biyamiz. Buni biz bir rus odamni uyusidan olib kelganmiz. Konni zavodi bor bu yerda. Shu konni zavoddan ozgina, kichkina konni zavodcha desak ham bo'ladi. Shu otasi o'tib ketgan ekan, shu rus ayolidan o'tgangi safarga bir video roligimda ham tanishtirib o'tganman. Xudo xolasa bu yil Barondan mana xudo xolasa bu to'xtagan. Inshaalloh Barondan bir toymi, urg'ochimi bir qulun beradi xudo xolasa. Kelajagi bor narsa buni ham. Buni ham yosh 4 yashar. Shularda biz har bir biyalarni naslini surishtirib, shu uyli ushagan, biya ot ushagan otvozlardan surishtirib, yaxshi yerlardan nasllarda olib kelib kelajak uchun maqsad qilib qo'yganmiz va shu maqsadlarimizga albatta juda ham bir o'zimiz o'ylagandan ko'ra yetishligimiz yaxshi bo'lyapti. Mana bu tomonda Baron ayg'irimiz mana atrofda uyrilariga bunday e'tibor bersanglar juda ham bir saramjon. Saramjonligi barcha ayg'irlar 1 yashar bo'lgandan keyin toylari, qulunlari 1 yasharga o'tib toy bo'lgandan keyin kalta toy bo'lgandan keyin toylar chiqarib yuboradi va urg'ochilarga tegmaydi. Bu Baronda shunday bir xususiyat bor ekanki, men 3 yil qo'yayotgan bo'lsam ayg'irga. Bu ayg'irimiz shu urg'ochilarini ham chiqarib yuboradi. Urg'ochilarni ham chiqarib yuboradi tashqariga, faqat biyalarni o'zini olib qoladi. Tug'ilayotgan qulunlarda esa juda ham bir salamjonlik bilan, ehtiyotkorlik bilan shu biyalarga yordam bergan holatda yaxshi katta qiladi. Tegmaydi. Birarga ayg'irlar bo'ladi, shu qulunlarni ham chaynab qo'yadi, o'ldirib qo'yadi, bo'lak qiladi. Shunaqa ayg'irlar ham uchrab turadi. Lekin bu bizning ayg'irimizda unaqa prichinalari, unaqa qilg'ilari yo'q, Allohga shukr. Lekin 1 yashardan o'tgan
Shu urg'ochilarni ham, erkaklarini ham chiqarib olib, faqat biyalarni o'zini olib qoladi. Yana bir tomoni bu ayg'irni bir tafakkur qilib, qarab kunda bilamiz. Bu yuridagilar biyalar bilan, bu ayg'irlar bilan shu vaqti bilan shu atrofimizdagi yayloqlarda ham har qayerga ko'chirib misol ertaman Bamdod mahaldan keyin bir yerda ko'rsangiz, peshin mahaldan keyin yana bir yerda ko'rasiz. Asrdan keyin yana bir tomonga olib o'tsa, shomdan keyin yana bir tomonga olib o'tadi, xuftondan keyin yana bir panaro yerga, xotirjam yerga olib o'tib ketib, kechasi bilan shu yerlarda dam olishadi. Nimaga unday desa, har qayerdagi o'tlarni, shu mana yerdan chiqqan o'lanlarni shu pishganiga, xomiga har xil bu jonivorlar har xil shu o'tlarning ichidagi dorivorlar bor yerlarga borib turib, shulardan oziqlanadi. Shuning uchun bu tashqarida yurgan, yayloqda yurgan otlar ichkarida boqilayotgan otlardan farqi o'laroq, sababi bularda shu o'ziga keraklik dorivor o'tlarni, tomirlarni topib yeb, mana hozirgi bahor mavsumida juda ham bir o'zlarini tiklashlik uchun tinmasdan bu karabil biyamiz. Bu yonida turgan dasvidaniya degan biyamiz. Bu biyamizni yoshi ham unaqa katta emas. Bu biyamiz ham shu 5 yashar atrofida. Biz 5 nafar bu karabilda, kristalda buni, ya'ni ikkita biya bor edi, bittasini shu vaksina mahalda doktorlar kelib ukol qilganda noto'g'ri ukol sayib qo'yganmiz, shunda o'ldi. Birini poyez urib yubordi bolasi bilan. Bu dasvidaniya degan biyamiz ham o'sha olganimizda yonida birinchi qulun urg'ochisi bor edi, qishdan chiqa olmasdan bu yerda yangiligi uchun o'lib ketdi. Uni nimasi ham, quluni ham, bolasi. Bu karabil biyamizni bolasi ham shu tok urib o'ldi uni. Poyez yo'lida patsansan oldiga borib olib tok urib o'lib qoldi. Buni dasvidaniya deganimiz sababi birodarlar juda ham bir chaqqon. Yugurganda bunga hech narsa yeta olmaydi. Bu narsaga ko'p sababchi bo'lganmiz. Ko'rganmiz. Nimagaki bularni birinchi olib kelib o'rgatayotganimizda 20 kilometr, 30 kilometrgacha qochib ketganlarda quvlab, ushab, qaytarib olib kelib bularni biya qilgunimizcha to'g'risini aytsak 1 yildan osha vaqtimiz ketgan. Endi mana hozirgi kunga kelganda Xudoga shukr, mana shu o'zimizga o'rganib juda ham bir kelishgan, yaxshi katta bo'lyapti. Mana o'zini yaxshi ushlayapti. Bir yil qisir qolibdi. Ba'zi bir ayg'irlar, ko'p ayg'irlar shu yurida 18 ta, 20 ta, 25 ta biyasi bo'lsa, shulardan bitta-ikkitasini to'xtatmaydi, qoldirib qoladi. Qolgan bo'g'oz bo'lgan, qochib to'xtab qolgan biyalarini olib ehtiyotini qilib, shu bitta-ikkita biyaga qarab yuradi. Endi chamomda bu dasvidaniya degan biyamiz ham baron ayg'ir yaxshi ko'rib qolgan bo'lsa kerak deyman-da. Shuning uchun shu biyamiz mana endi inshaalloh bir yil umid qilamiz Allohdan. Bu biyamiz xudosi to'xtadi, sababi qishdan chiqqanda juda og'riqdi. Mana bir pas o'nglanib o'ziga kelishni boshladi. Bilinib qoladi, albatta to'xtagan baytar. Bizi kanalimizni kuzatib olinglar. Mana bu yoqda kristal, yonida karol. Karol toyimizni Tojikistonda ukalarga sotdik. Rahmat, uzoq yaqindan turib shu bizni qilayotgan ishlarimizni, shu biyalarimiz yoqib, shu ayg'irlarimiz yoqib, shu yerda qilayotgan ishlarimizni narxlab, bahosini berib, shunga yarasha bizlardan toylarni, qulunlarni sotib olyapsizlar. Albatta biz sizlarni ishonchinglarni oqlaymiz. Sababi bizni oldimizga qo'ygan maqsad undan-da yuksak, undan-da baland, undan-da inshaalloh yaxshi. Sababi biz kelajakda shu yaxshi biyalarni olib, yaxshi ayg'irlarni qo'yib, shu 2 yil, 3 yil bizdan toy olgan odamlar 2 yil, 3 yildan keyin buni hosilini, rezultatini, ya'ni pirovardisini ko'rgandan keyin bizlarga rahmat desa, bizga shu boshimiz ko'kka va osmonga yetadi. Biz sizlarga yana shu biyalarimizni inshaalloh birma-bir sekin-sekin inshaalloh tanishtirib boramiz. Bizni kanalni kuzatinglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Prins laqabli ayg'irimiz Bishkekdan olib kelganmiz. Buni 3 yil oldin yangi ot boshlaganimizda, biyalarni olib ayg'ir qo'yishni boshlaganimizda, bu yerda bizni Artur degan og'aynimiz, do'stimiz bo'lgan, qirg'izistonlik, hozir ham bor. Alloh umrini, rizqini baland qilsin, uzun qilsin. Shu birodarimiz o'rtaga turib, shu ayg'irni Hoji aka shu Bishkekda bir deputatni qo'rasida, otxonasida bor ekan.
Yoshi 4 yosh ekan, 4 yoshdan o'tibdi. 5 yoshga qarab ketyapti ekan. Buni shu bir kimdir, bir odam shu deputatga sovg'a tariqasida olib kelgan ekan, bergan ekan. Buni qonida dedi, bir Polsha ham aralash bor ekan hozir ekan. Bo'ynilari uzun, kallalari ham garbonosi kelgan, qo'chqor tumshuq kelgan. Orqa so'rilari ham juda ham bir chiroyli kelgan. Shuni olaylik, uyga qo'yaylik siz biyalaringizga deb maslahat berdi. Biz bu maslahatni oldik. Olib enakim pulini so'rasak 10 ming dollar deb aytishdi. 10 ming dollar deb aytdi. Sababi bu ayg'irni o'zi 15 ming dollarga sotgan ekan. 8 ming dollarini berib 7 ming dollarini nasiya qilib bermagan ekan. Aytgan vaqtiga bera olmagan ekan. U odam hali bir so'zli odamligi uchun shu deputatning o'g'li Arturga kimdir bir orqali shuni 10 ming dollarga shart sotib yuboraman deb shunday degan ekan. Shuni yana biz chap 10 ming dollardan hech ham tushib bermadi, berdiydi. U odamni ham chaqirib turib, ko'zini oldida 8 ming dollarini qaytarib berib, 2 ming dollarini cho'ntakka olib, otni olib chiqib ketaveringlar dedi. Biz xulq-xushvola bilan otni oldik, Qorabuloqqa olib keldik. Hali Karim aka ustozimizga qo'yib, bu yerda 38 kun dokumentlarni qilib, qonunlar topshirib, bu jonivorni 38 kun degani bizga yetib keldi. Juda ham biz duolarni bo'lib turdik. Bu otga kechasi kunduzi rosa qiziqish bilan bu otni kutdik. Hali kelgandan keyin olib kelib uyga qo'ydik. Xullas uyga qo'yganimizda ham juda ham barokatlik ayg'ir bo'lib chiqdi. Bu kelgandan keyin bizni qo'ramizga ko'p yaxshiliklar bo'ldi, Xudoga shukr. Bu biyalarga qo'yganimizda ham ayg'irlikni juda bir chiroyli olib yurdi. Xuddi bir barondek uyrularni, yaxshi biyalarni yaxshi e'tibor bilan ushadi. 3 yildan beri mana buni bolalarini oldik, ko'p baraka qildik, toylarini sotdik, urg'ochilardan o'zimizga oldik, so'raganlarga berdik. Endi mana vaqt soat keldi, bu ayg'irni sotamiz. Mana kimgadir bir shunday bir ayg'ir kerak bo'lsa, mana aloqaga chiqinglar telefon orqali. Ayg'irni endi 10 ming dollarga olib 2 ming dollar hashlab olib kelganimizda 12 ming dollar bo'lsa, buni 12 ming dollar emas. Buni ham yengil qilib beramiz. Sababi biz bundan baraka qildik, bizdan kimdir olib baraka qilsin. Asha bo'yi 1.68, endi 1.70 demaylik, 1.68 ayg'ir, yoshi 8 ga o'tdi mana hozir Xudo xolasa. Bu yerda uloqqa olib chiqib minishib ko'rdi. Uloqni ham juda ham bir yuraylik ot. Buni yurishlari, orqalari, orqa chataralarini kerib tashashlari, ya'ni ustiga chiqib mingan odam ham juda ham bir maza qiladi. Usti ham juda tekis. Hech qanaqa bir prichina qiliqlari yo'q otni. Yuganda solib egallaganingizdan keyin ustiga chiqqaningizdan keyin bu ot shunaqa bir aql bilan sizni ehtiyot qilib olib yuradi. Mana marhamat, kimga ot kerak bo'lsa, shunday ot kerak bo'lsa olinglar. Sababi bizni qo'limiz tegmayapti, ishlarimiz ko'p. Ukalarimiz bularni to'qimlab, sovutib, olib chiqib uloqqa mingani vaqtimiz yo'q. Uyga qo'yaylik desak, bizda buni qizlari bor, bo'lagi bor. Shuning uchun uyga boshqa ayg'irlarni qo'ydik, to'rchi bilan baronni. Buni o'rniga to'rchi chiqdi mana. Shu sababdan endi buni vaqtini o'tkazmasdan yaxshi insonlar bo'lsa mana qo'liga beramiz. Pulini ham yengil qilib beramiz akalar. Marhamat, bir aloqaga chiqsanglar, Xudo xolasa bu Prince degan ayg'irimizni sizlarga beramiz sovg'a tariqasida. Assalomu alaykum.